hozirgi pitchimiz YouTube'ga qo'yiladi. Mikrofonni har doim taqib olinglar. Rahmat sizlarga. Everybody, hi everyone. I'm founder and CEO of HyperUp. HyperUp is an enterprise cloud provider in Central Asia. At the moment in Central Asia, but in the near future will be global cloud provider. So we are high performance and the most reliable cloud service provider in Central Asia, and we are the winners of award Central Asian Startup of the Year. So how is market going? In Uzbekistan, most of the companies were using on-premise service. I mean, servers inside their rooms, sometimes in the co-location data centers, but it's changing. Uzbekistan is developing and IT is developing also. And right now, with the entry of Uzum, one of the unicorns, it's more and more companies doing marketplaces like Wildberries is entering to Uzbekistan, Ozon is entering to Uzbekistan, and also the number of startups are growing. And startups are future enterprises. So digital area is growing very fast in Uzbekistan, and the heart of every online product is cloud. So we are developing the cloud. Right now, what we have is infrastructure as a service and platform as a service, where enterprises from startups to mid, large, and enterprises can launch their businesses, their online products. And why cloud, right? I mean, why not on-premise? The problem is when you buy servers, you need someone specialized, I mean, personnel that will be set you up, and you need the place to host your servers, and you have hidden fees, like you need to purchase some licenses, you need to work on reliability, and there are lots of problems. If you are launching some kind of marketplace, or you are the bank representative, you have banking finance products, right? You need to focus on your product. So in order to focus on your product, we will take your headaches in terms of infrastructure and provide 24/7 technical assistance and high reliable infrastructure. What's the market? So AI is also rising, but the global cloud market is more than $1 trillion. But we are focused right now in Central Asia. We are focused not in AI, but for the high cloud computing. Even though AI products like ChatGPT, right? I mean, everybody knows ChatGPT. ChatGPT runs on the GPU servers. But if they were not, I mean, CPU servers, which is taking high loads from the users, they couldn't run at all. So that's why they are, I mean, signing with AWS and others. So what we target is, our target audience is finance sector in Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. Our target audience, I mean, the ICP client is finance and enterprises. But we support startups. We have lots of programs that where we can provide with discounts and other stuff. And Central Asian market is more than $20 billion, but we focus on, I mean, a couple of $1 billion only in Central Asia. So how we made this kind of cloud, which is reliable in Central Asia, which is high performance, it's because of our partners, Lenovo and Nutanix. Lenovo is one of the best hardware server providers, and Nutanix is one of the best virtualization in the world, which powers up Stripe, PayPal, and other central banks in other countries. And here are some feedbacks. It's a bit older presentation, so that's why even on the LinkedIn and other websites, you can, I mean, read some feedbacks about our cloud. And one of the interesting feedback is this one. We have a client that is providing in Uzbekistan SAP Business One. Everybody knows SAP is a big, I mean, software. It's high-load software, and they were using Zuton Cloud, which is specialized for SAP only. It's
Polish from maybe cloud provider, and we run some kind of performance test. And in their Zuton cloud, there were kind of API requests daily in 24 hours. Time is up. Oh, all right. Thank you. If you have any questions, just let me know. Thank you for your presentation. But should be aware about time management. Uh, first of all, because I forgot. think Sorry. The rest of the presentation is left here. Yep. And what about your competitors? Is there any? Yes, there are. Switch on the slide if you have one. This one? Competitors, I mean. There is no comparison. Okay. I can tell you for sure. Our competitors are hyperscalers, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, and right now Oracle Cloud also. Because when we started, we did customer development with the clients of hyperscalers, what kind of problems they have. And we are right now getting clients of Microsoft Azure that is in Uzbekistan to our cloud. What's your advantages? Low latency latency our infrastructure is here, and high performance because our stack of technology and everything that we made up, it's fully high reliable and reliability. I mean, when enterprise has downtime of 1 minute, one of our clients said we will lose, $10,000 in 1 minute. So that's why they they prefer us. But we have low marketing. software o'shanga berasizlarmi yoki hardware? Biz software beramiz, mana platforma beramiz. Kimdan olasizlar hardware? Hardware o'zimizniki. O'zlaringiz Da. data center ko'targansizlar. Data centerimiz yo'q, data center qurmaganmiz. Data centerda colocation olamizda, полностью switch, nima hammasi o'zimizda. O'zbekiston ichida. O'zbekiston ichida. Sizlarda mana plyus tomonlari просто qancha ishlasa o'shanga qadar hisoblanadi, shunaqami? Nimadan farqi bor? Misol uchun O'zbek Telekom yoki boshqasini. O'zbek Telekom bilan kecha kuni gaplashuvdik o'zi shu masalada. O'zbek Telekomdan farq qiladiganimiz birinchisi performance, ulardagi Huawei оборудованиесida qilingan, boshqa momentlari ham bor. Performance bo'yicha bizniki yuqoriroq. Biz resurs berganimizda biz dedicated beramiz. Misol uchun ko'p облачный provider faqat O'zbekiston emas, butun dunyoda bitta klientga, допустим, kompyuterda hisobida oladigan bo'lsak, CPU, RAM, SSD bo'lsa, xuddi shu ob'yomda boshqa klientlarga ham beradi. Sizda misol uchun ko'rinib turadi 10 CPU, lekin shu 10 CPU ni 10 ta klient ishlatgan bo'ladi. Shumniy соседи deyishadi-yu, boshqalardan nagruzka tushsa sizga ham ta'sir qiladi. Biz bersak, biz выделенный resurs beramiz. Qurgan оборудованиемizdan ham olib qaradigan bo'lsak, platformaga keyin o'tamiz. Оборудованиemiz ham all NVMe, hammasi NVMe diskda. HDD yo'q, SSD yo'q. Switchlarimiz tezligi 200 gigabitgacha chiqadi. Bu degani обработка данных maksimal skorostda ishlaydi. Katta proyektlarda, misol uchun finansiy sektorda deylik, millionlab paketlar almashinuv sekundda bo'ladi-yu. Shuni skorostini yana bir kamida 10 barobar tezroq bizda ishlaydi. Даже o'zlarining оборудованиесiga qaraganda. Texnologiya, to'g'ri настройка и platformamiz o'zi. Razrabotkamiz. Ularni sizlar o'zlaringiz bo'ylashtiribsizlar. Noldan ko'targanmiz hamma narsani. Boshqalar ham shunaqa deydi-ku o'zi. Biz test beramiz shu uchun. Biz aytamiz, commitment kerak emas. Mana qo'yib beramiz, ishlatib ko'ringlar deymiz. O'zlarining testini qilishadi. Kiberbezopasnost bo'yicha test qiladi, sindirib ko'rmoqchi bo'ladi yoki proyektini zapus qilib ko'radi, har xil nima qiladi. Narxi bo'yicha Amazondan 5 yillik hisoblaydigan bo'lsangiz, Amazondan 3 barobar kamida arzonroq tushadi. Bizda yana bitta narsa bor. Bizda hali hidden cost deydi-yu, hali ko'rinmagan nimalar yo'q, momentlar yo'q. Biz aytamiz, CPU, RAM, NVMe shu bo'yicha to'laysan deymiz. Nimani hisobdan yopasizlar rasxodlarni? Hozir minusdamiz. Biz realniy оборудование olib kelganimiz 3,5 milliondan balandroq narxdagi оборудованиeni olib kelib qo'yganmiz. Bizda endi partnyorstamiz shunchalik yaxshiki, odamlar bilan, mana kompaniya Lenovo, Nutanix boshqalar bilan shunaqangi strategический планирование qilganmiz. Biz cash flow evaziga sekin-sekin olib boramiz. Hozirda yana qo'shimcha оборудование berishyapti. Mana server O'zbek Telekomda turadi-da. 1,5 million to'layman. Token hisoblasa ham почти shunaqa pul bo'lib qoladi-da. Yoki internet hisoblasa, o'zimga qo'ysam ham, ofisda qo'ysam ham o'sha pul bo'ladi почти. O'zbek Telekomga qo'ysam ham shunaqa-da. Тем
bo'lib ana nima olinsa, cloud olinsa, bilmayman, narxi unaqa baland emas, O'zbek Telekomni ham. Bizniki O'zbek Telekomdan baland narxi. Mana shu O'zbek Telekom qilmaysizlar. yo'q, biz качество bo'yicha. Вот 24 ga 7 именно технический поддержка haligi call center javob bermaydi. Problema shundaki, o'zi bu meni o'zimni kasalimdan kelib chiqqanda, men o'zim proyekt menejer bo'lganman, katta proyektlar zapus qilganimda shu hech kim yetkazib bera olmagan shunaqa uslugani, качественный uslugani. Shuning uchun mana shu облачный провайder zapus qilganmiz. Просто startup sifatida nima qilsalar, bunga texnikaga bo'lsa kerak-da rasxodlar. Shunaqa nimaga olmoqchisizlar pulni? Biz startaplarga enterprise'ga bergan narximizni bermaymiz. Biz startaplarga siz aytgandek Uztelekomdan ham arzon narx beramiz. Aha. Bu reklama sifatidami yoki investitsiya so'rayapsizlarmi? U ham bu ham birinchi o'rinda bizga salesni ko'tarish kerak. Endi men founderman, men sotishim kerak-da основное. Pitch qilib turganim sababi birinchida hozir klient, potensialniy klient istayapman. Ikkinchidan raund ochganmiz $1 million ga. Hozircha soft commitment 350 mingga bor. Soft commitment, hard commitment emas. O'sha yilda oxirigacha shu raundni yopmoqchimiz. Yo'q, o'sha nima qilasizlar mana shu pulni? Puldimi? 40% оборудование ketadi keyingi nimalarga, chunki biz AI cloud ham qo'ymoqchimiz. Biz GPU olib kelmoqchimiz. 40% Steamga ketadi. Steamni sal ko'tarmoqchimiz, chunki Yevropa bilan Amerika bozoriga ham kirmoqchimiz. Sekin-sekin sales, marketing, R&D shunaqa. Nimalar, klientlar, aniq klientlar bormi? Hozir aytganlarim bemalol ayta olaman. Jobster bor, Paydex bor, Azmo Finance bor, Alisher Azmo Finance egasi Minora AI nima qilgandi? Endi объемini ko'tarishdi yaqinda. Sal ko'proq pul to'lashni boshlashdi. Hammasi kichik nimalarda, katta klientlar bormi? Bor. Banklar, boshqalar. Qarang. Qanaqadir million dollar to'laydigan shartnomangiz bo'ladimi, bo'lmaydi? Вот, million dollar to'laydigan shartnomamiz xudo xolasa yana yil bo'ladi. Banklar yo'q. Bitta платежный sistema bor. U bilan shu yilda oxirigacha xudo xolasa tugatamiz kontraktni. Uni объемi где-то bir 20 ming, 15-20 mingga narxi yoqdi. Qo'shimcha xatelkalarni aytdi. Endi dabit qilyapmiz. Endi enterpriselarda shunaqa. Keyin bitta katta kompaniya bor, o'xshab qolsa, ili shu yilda oxiri, ili yanvar-fevrallarda yopamiz zelkani. Uni keyin bemalol ayta olaman. U kompaniya O'zbekistonda shu nomi chiqqan realniy enterprise kompaniya. Negotiationdamiz. Yopilmagan zelka. Yo'q, mana pitch qilib turibsiz. Investitsiya nima qilmoqchi bizlar? Pitchlarga, nimalarga, startaplarga investitsiya kiritamiz. Agar startap qaraydigan bo'lsak sizlarni, sellers bo'lish kerak и именно biz будущее предсказать qilib bilishimiz kerak. Foydaga nima qilishimiz kerak. Shart ikkita nima bilan unaqa qila olmaymiz-da. Yo'q, men sizga bo'lmasam metrika bo'yicha aytaman. Uzr, gapingizni bo'ldim. 20 tadan ortiq startaplar biz O'zbekistonda foydalanadi bizdan уже. Prosta endi startaplarga biz o'zimiz startap bo'lganimiz uchun yordam berib o'rganmiz. Plus kecha yoshlar Ventures bilan gaplashdik. Ular ham aytishdi, qanaqadir nima поддержка bo'lsin dechi, problema yo'q dedik. Startup garaj bilan nimamiz bor, Stambase bilan bor. Nimalarga olib keladigan bo'lsak, planimiz bo'yicha Qirg'izistonda hozir оборудование zakaz qilib qo'yganmiz. Fevralda kelsa, platformamizni qo'yib zapus qilamiz. 3 ta tayyor klientimiz turibdi, bank. O'rtacha MRR bittasi 4 ming, bittasi 5 ming, bittasi 7 ming. 5 ming deb olsak bo'ladi. Plus yana 5 ta bank bor bu yerda. Общий hisobda sentyabrgacha 100 mingdan sal plusga chiqamiz biz MRRda. Yana yil. Hozir qancha yemaringiz? MRR'im где-то 5 mingga yaqin bo'lsa kerak. Shunaqa. Bizda hozir ko'proq startaplar, enterpriselar endi nima qilishyapti? Startaplarda katta pul yo'q. Katta pul yo'q, 500 ming shunaqa. Bankskiy sistemalarni aytyapsiz, bankskiy 5 ming to'laydigan ABS'ni o'tkazmaydi-da, hech qanaqadir qo'shimcha uslugalarni, nimalarni qo'ysa kerak-da. Finansoviy sektorda платежный sistema shu 20 mingga ketyapti deyapman, 20-22 ming примерно. Banklarga вообще boshqa предложение bor. O'zi bu yoqqa kelganim o'sha bankdan xodimlar bo'ladi deganiga meni analizim bo'yicha, mendagi dannilar bo'yicha 10 yil ichida banklar 100 milliondan ortiq serverni оборудование bilan programmaviy обеспечениyaga pul xarajat qiladi. Sredniy O'zbekistondagi bank. Chunki yaqinda bitta bankdan endi tenderlar bo'ladi, boshqalar bo'ladi, kuzatib boramiz. Shu yil ichida bir ikkita banklar 10 million, 20 millionlik dollarlik оборудование sotib olishyapti. Tender boradi.
undan tashqari banklar ko'plari o'sha mini sodlari bor, mini data centeri bor, bitta emas, ikkita, uchta. Unga xarajat qilishadi, dizelni generator oladi, har 6 oyda nima ekspluatatsiya qilish kerak, komandasiga pul to'laydi. Xarajatlar yana ko'payib boraveradi. Men banklarga mana shu объем serverni mощность deylik, o'sha bezlimitni serverni mощность именно bankka, O'zbekistondagi hozir bitta bank bilan, любой bank kim xo'p deydigan bo'lsa, yiliga $2 million xohlagan объемidagi mощностьni yetkazib bera olmayman. Mana menda turadi, men platformani qo'yib beraman, hamma narsani qo'yib beraman. IT komanda aytadi, biz mobilniy приложение запуск qilyapmiz, bizga bunaqa объем kerak. Biz предоставить qilib beramiz. Haligi bez отказа, bez nima. Bo'ldi. Charchamanglar, savollar bo'lsa aytaverasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Abdulla. Makan loyihasi haqida aytib beraman. Bu loyihada mening rolim fintech yo'nalishiga va biznes rivojlantirishga javob beraman. Biz nima quryapmiz hozir? Markaziy Osiyodan chiqqan mehnat migrantlari uchun super app ustida ishlayapmiz. Ayni paytda 6,5 milliondan ortiq migrantlar har xil davlatlarda, Rossiyada, Turkiyada, GCCda yoki Amerika taraflarida ishlayapti. Ularni biz kunlik hayotini yaxshilash uchun to'lov xizmatlari, yuridik xizmat, ish va umuman hayot tarziga, kunlik hayot tarziga yordam beradigan servislar ustida ishlayapmiz. Buni o'tkazamiz. Paska. Bizning maqsadimizni O'zbekiston o'sha Markaziy Osiyodan chiqqanlar uchun yagona super app qilmoqchimiz. Bundan aytgan asosiy maqsadimiz o'sha chetda yurgan, uzoq muddatda yashayotgan, o'qiyotgan, ishlayotganlarni kunlik hayotini yaxshilash, osonlashtirish maqsad. Nimadan boshlandi? Bizning o'zi Markaziy Osiyo regioniga qarasak, doim sayohat qilishgan, savdo bilan shug'ullangan, qaysidir sabablarga ko'ra oxirgi 30-35 yil atrofida juda ham ko'p mehnat migrantlari ishlayapti hozir. Rossiyaning o'zida raqamlarni ko'ramiz. Rossiyaning o'zida milliondan ortiq, o'sha Turkiya, boshqa davlatlarda ham 200 ming, 300 ming, Koreyaning o'zida hozir o'zbekistonliklar 100 mingdan ortgan, Markaziy Osiyoliklarning o'zi 250 mingdan ortgan. Biz ko'rayotgan narsalar o'sha borgandan keyin, masalan, nima muammo bo'ladi? Hujjatlarni taxlash kerak bo'ladi, yuridik yordam kerak bo'lishi mumkin, qanaqadir ta'lim bo'yicha, boshqa narsa bo'yicha mumkin. Shu holatlarda bizning migrantlar qanchadir vaqt yo'qotyapti, pulini yo'qotyapti. Biz mana shu muammolarga e'tibor qaratganmiz, ya'niki raqamli exclusion deymiz, ya'niki o'sha mahalliy tizimlarga kirib borishiga, ishlatishiga ishonch ko'p emas. O'sha davlatlar ham hali bizning migrantlarimizni kimligini bilmaydi. O'rtada ishonch masalasi turibdi. Borgandan keyin har doim ham bank xizmatlaridan to'liq foydalana olmaydi. Karta ochishi mumkin, to'lov qilishi mumkin. Keyingi qismlari anchagina cheklangan. O'tkazmalar bor hozir, hamma tizimlar ishlab turibdi. O'tkazmalar narxi ham har doim ham cho'ntakbob emas. Biz hozir ishlab turgan biznesimiz, bizning Koreyada e-commerce platformamiz bor, 3 ta veb-saytimiz, 3 ta mobil ilovamiz bor. Bu ishlab turgan biznesni biz sal pivot qilyapmiz, ya'niki fintech qismiga qarab ko'proq yuryapmiz. Bizda ishlab turgan mana shu, hozir Koreyada 3 ta aytgandek ilovamiz bor. Bittasi Bozor aka, bittasi Moppay, bittasi hozir yana Alpha Trade degan kompaniyamiz bor. U B2B yo'nalishda ishlaydi. Biz mana bu sohada yo'nalishda daromadimiz bor, aktiv mijozlarimiz bor, B2C, B2B. Bu sohalarga mana busiga asosiy fokusimiz 26-27 yilda. Qolgan qismlarni vaqtimiz, fokusimiz yetganicha qilamiz. Xo'p, biz ko'rayotgan bozor qanaqa? Rossiyada 3 million 800 dan ortiq Markaziy Osiyoliklar bor. Buni 1 milliondan ortiq o'zbekistonliklar. Bu qolgan davlatlar bo'yicha biz ko'rgan, o'rgangan raqamlarimiz. Yashab ishlayotgan uzoq muddatli mehnat migrantlari, o'qiyotgan yoki qaysi maqsadda borgan Markaziy Osiyoliklar. Biz shulardan 3 million 200 ga chiqmoqchimiz, ya'ni ko'rayotgan yetishimiz mumkin bo'lgan bozori. Xo'p, bizda aytganimdek, mana bu e-commerce qismimiz ishlab turibdi. Qolgan qismlarga biznes modeliga qo'yganmiz. Bunga kirmoqchimiz. Shuning uchun ham kelganmiz, ya'ni investitsiya ko'tarish va banklardan hamkor topish masalasida. Qolganini o'sha roadmapimizda, rejamizda turibdi. Koreyada ahvolimiz qanaqa? Koreyada 24-yilda biz 370 ming, 400 ming dollarga yaqin sof foydamiz bor. 60 mingdan ortiq ro'yxatdan o'tgan mijozimiz bor. 18 mingtasi oylik faol va zakaz beradi. Bizda mana bu 3 ta ishlab turgan streamlarimiz bor. B2C Bozor aka, B2C Moppay bor. Bu
South East Asia bilan Middle Eastga mo'ljallangan migrantlarga u yoqda Koreyada B2B plus alfa bor. Bu biz Koreyadagi restoranlarga har xil go'sht yoki shunga o'xshagan kerakli narsalarni yetkazib beramiz. Bu bizni ilovalarimiz. Mana bu o'sha Markaziy Osiyodan borgan, MDHdan borganlarga mo'ljallangan. Bunisi B2B ga, Koreyadagi restoranlarga, har xil do'konlarga, bunisi o'sha to'lov ilovamiz, bunisi o'sha South East Asia bilan nimaga, Middle Eastdan, Janubiy Sharqiy Osiyodan borganlarga mo'ljallangan. Biz hozir Koreya bo'yicha ishlayapmiz. Bizaga 1,5 million ko'tarishga raund ochganmiz. Bu bizaga nima beradi? Koreyada fintech litsenziyasini olishga, to'lov xizmatlarini qilishga, keyingi 27-28 ga biza asosiy katta bozorlarimiz bor. Turkiya, Rossiya, undan keyin Yevropada va AQShga chiqmoqchimiz. Xo'p. Bu bizlarni o'rganganimiz, ya'niki fintechga kirayotgan nima uchun kiryapmiz? Ayni paytda bu Markaziy Osiyoga kirib kelayotgan summalar miqdori. Demak, 14 milliard asosiy bozor Rossiyada, Koreyada 801 milliardga yaqinlashgan. Bu rasmiy raqamlar, hali cho'ntakda olib kirgan emas. Xo'p. Bu ham nimamiz, forex-larimiz. Bunisini ko'rdik. Kimlar bilan bizada bozorda bor? Biz endi e-commercedan fintechga qarab yuryapmiz. Hozirgi paytda O'zbekiston yo'nalishiga Hampas bilan CoinShot pul o'tkazmalarni yuboryapti. Undan tashqari Visa bilan Mastercard bor. To'lov qismi bo'lgani uchun bularni oldik. Aslida ikkalamizni Visa Mastercard bilan biz qulayotgan servisning o'zgina nimasi bor, biznes model kesishadigan joyi bor, lekin ular boshqacha yo'nalishda. Faqat to'lovlar qismiga, ana o'tkazma qismiga shu yoqqa qo'yganmiz. Hop. Bularga vaqtimiz bo'ldi. Vaqtim bo'ldi. Savollar bo'lsa, nima e-commercelar Da. u bu yoqdan mahsulot yuborasizlar? Yo'q, Koreyada o'zimizning dastavshiklarimiz bor, o'zimiz kurerlarimiz bor. Go'shtni biz asosiy Koreyadagi nimamiz halol nimaga fokus qilganmiz. Sabab Koreyaga yoki boshqa joyga borsangiz, birinchi masala qayerda halol taom bor degan narsa bor. Aytganimizdek 250 ming Markaziy Osiyolik yashayapti-da, ularga birinchi o'sha kunlik ehtiyojini qondirish uchun biz halol narsalarni o'zimiz yetkazamiz. Go'shtni ham o'zimizning qassoblar Koreyani o'zida so'yadi. Koreyani o'zida. Bu Da. hamma narsa Koreyani o'zida. Koreyaga olib kiradigan ba'zi bir masalan makron shunga o'xshagan narsalar eksklyuziv huquqimiz bor. Faqat biz orqali kiradi. Koreyaga kirayotgan ba'zi bir Yo, mana prezident masalani qo'yibdilar, nima qo'yibdilar. shularni eksklyuziv dillar biza yo'q olib Bu kiradi. yoqdan olib olasizlar. Bu yoqdan boshqa davlatlardan olib kiramiz. Endi 70 ming bu tushunlarsiz, 375 ming bu sof foydamiz. oylikmi? Yillik sof foydamiz. Yillik savdomiz 6 million dollarga yaqinlashgan. 6 million dollar. Da, savdomiz, da. Faqat e-commerce bu yillik sal ko'proq, bu yillikka raqamlar. Faqat mana bu o'sha e-commerce qismida biz hali fintechni qo'shib ulgurmadik. Valuation qanaqa bo'ldi? Valuation biza hozir 20 million valuationda biz so'rayapmiz. Bu komanda haqida ham ozgina aytib o'tsam, asosiy founderlarimiz Azbek va Hamidullo aka uzoq yillar mobaynida Samsungda ishlagan, Samsung Pay'ni asosida shu ishlab yurgan yigitlardan. Bizlar ikkalamiz fintech yo'nalishiga qo'shilganmiz yaqinda. O'sha pivot qilayotgan paytda Murodbek bilan men o'zim qo'shilganman. Bizning asosiy tajribamiz manaki Hamkorbank, Agrobank, Smartbankda ko'proq shu fintech bank yo'nalishida. Xo'p, bizlar so'rayotganimiz 1,5 million. Bu bizga nima beradi? Koreyada litsenziya olamiz va remittance'ni qonuniy yo'l olamiz. Bu bizga kursni nazorat qilishga ruxsat yordam beradi. U yoqdagi kurs bilan bu yoqdagi kursni o'zimiz nazorat qilamizda, bizani perevod o'tkazma arzon chiqadi. Nimaga ishlatamiz? Mana bu raqamlarimiz. 1,5 million bu litsenziya narximi yoki Yo'q. qilinadigan xarajatmi nimalarga? Qilinadigan xarajat. Mana 770 mingga biz litsenziyani nimasi to'lanadigan summasi. Ofitsial to'lanadi. U shotimizda turadi. Xuddiki 20 milliardku bizda. Ularda 1 millionga yaqinlashadi. Bu qolgan qo'shimcha xarajatlarimiz. Hozir to'lov sistemalari qanaqa bo'ladi? U yoqdan bu yoqqa perevodmi, shunaqami? To'lov sistema u yoqdan bu yoqqa perevod bo'ladi. U yoqdagi masalan Koreyan wonida kartasidan pul yo'chaman, won shotimga tushadi. O'zbekistonda so'm shotimdan Uzkartga, Humoga yoki dollar shotga bu yoqdagi depozit shotimdan пополнение qilib beraman. Kursoviy razницада pul ishlayman. Asosiy nima? Bu bo'yicha biznes yo'qotishlari mumkin. Shuning uchun biz har kunlik kelib har soatda u kurs anaqasi boshqarib turamiz. Endi currency exchange riski bor. Shu riskka bo'ynimizga olib kiramiz bozorga.
aytganimizdek Visa, Mastercardda o'zini Visa Direct tizimlari bor, ishlab turibdi. Biz o'zimizda ekotizimni ichiga nimani olib kirmoqchimiz, o'sha aytgandek mijozlarimiz uchun qo'shimcha xizmatlarni bermoqchimiz. Bizda o'zi 60 mingdan ortiq aktiv mijozlarimiz bor. Endi shuni aytganimizdek Markaziy Osiyodan 250 mingga yaqin yashab turibdi. Biz hozir aktiv ekspansiya qilmayapmiz, sabab komandamiz kichkina. U e-commerce qismida ham ko'p fokus qilmayapmiz. Aytganimizdek xarajat masalasi, e-commerce investitsiyasi uzoq, ko'p. Hozir sizlarga mana klient oplata qiladi marketplace'ga. Sizlar shoplarga tushadimi Koreyadagi? Ha. Undan keyin bu yoqqa perevod qilmoqchi. Yo'q, u alohida biznes. U o'sha biz hozir e-commerce'da mana bu unga E-commerce bilan bog'liq emas, mana payment sistemi. yo'q. Boshqa. Просто денежный перевод yo'lga qo'ymoqchisiz. Da, shunaqa. Ekosistema quryapmiz-da, xuddiki ya'ni Markaziy Osiyolik uchun Revolut qilmoqchimiz. Uning ichida yuridik xizmati, ta'lim xizmati, qayerga borishidan qat'iy nazar o'sha davlatga spetsifik servislari, provayderlarimiz, hamkorlarimiz bor. Mana bu roadmapimizda ham ko'rsatganmiz. Biz qayerga qarab ketyapmiz? Tak, mana bu yo'nalishda ketyapmiz. Rossiyada biz bazaviy litsenziya bor, $3,5 million turadi. Rossiya nimasida, federatsiyasida. Yo'q, biz shunga qarab mana ketyapmiz. Turkiyada GCC ga olmoqchimiz, u yog'i Yevropa va AQSh, Kanadada olib, biz hammasini bitta nimaga birlashtiramiz. Ma'lum ishlaydi. Ma'lumimiz 60 ming. 60 ming Koreyani. Koreyan o'zida, servis Koreyan o'zida 60 ming o'zbekistonliklar, 12 mingta o'sha Janubiy Sharqiy Osiyo va Yaqin Sharqdan borganlar. B2B klientlarimiz bor 200 dan ortiq. Yo'q, mana общий klientlar Koreyani o'zida. Koreyan o'zida 60 ming ortiq. Ro'yxatdan o'tkazib ishlab turdik. 60 mingtasi Markaziy Osiyoliklar, 12 mingdan 15 minggacha. O'zi общий 60 mingta deyapsiz. Tak. Ichida qanchasi O'zbekiston? Bu 44 mingdan oshig'i. 18 ming ekan. 44 mingdan oshig'i, 45 ming yaqini O'zbekistonlik va Qozog'istonlik Registratsiyadan o'tganda. Registratsiya o'tkazdi. 18 ming ekanda. 18 ming. Ichida qancha nimasi O'zbekistonliklar foiz? Asosiy qismi O'zbekistonlik 70% dan oshdi. Endi bizdagi nimamiz o'sha halol go'shtimiz yetkazib berishimiz boshqa narsamiz bo'lganiga Markaziy Osiyoliklar birinchi tanlovi bizga tushadi. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Bahodir, EBS Vision kompaniyasi loyihasining asoschisiman. Xo'p, o'zi loyiha qanaqa ishlash haqida qisqacha gapirib beraman. Oddiy zavod, fabrika, tashkilot, korxona farqi yo'q. Har qanaqa turdagi ishlab chiqarish bo'ladimi? Oddiy kameralar va sun'iy intellekt jamlanmasida xodimlarning nazorati, effektivnost, samaradorlik ko'rsatkichlarini o'lchash va xavfsizlik nuqtai nazardan boshqarishga yordam beradi. Xo'p, o'zi bozorda qanaqa muammolar bor? Asosiy muammolar bu barcha etaplarda xodimlar nazoratining barcha etaplarida inson faktori mavjud. Ya'ni o'sha har bir etapida informatsiya almashinuvida qanaqadir ma'lumot o'zgarishi yoki boshqa inson omili bilan o'zgartirish mumkin bo'lgan ta'sirlar mavjud. Ikkinchisi bu xodimlarni o'lchash ko'rsatkichlari, samaradorlik o'lchash ko'rsatkichlari mavjud emas. Ya'ni aynan KPI tarafdan emas, samaradorlik kompaniya politikasiga qanchalik amal qilayotganligi nuqtai nazaridan o'sha ko'rsatkichlar raqamda ko'rib bo'lmaydi. Ya'ni yaxshi, yomon, o'rtacha ishlaydi degan qanaqadir abstraktniy tushunchalar mavjud. Uchinchisi, barcha tashkilotlarda, korxonalarda eskirgan xavfsizlik xizmatlari tizimlari ishlab turibdi bugungacha. Xo'p. O'zi biz qanaqa yechim beramiz? O'sha aytganimdek, oddiy kameralar orqali, o'zimizda sun'iy intellekt programmamiz orqali, noldan o'zimiz ishlab chiqqan programma orqali, birinchi navbatda barcha korxonadagi barcha bo'g'inlarda, etaplarda, birinchi o'sha kompaniyaga kirish nuqtasi nazorat bo'limidan boshlab toki HRdan buxgalteriyadan top menejerlardan toki biznes egalarigacha bo'lgan ma'lumot almashinuvi, ya'ni xodimlar haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda sun'iy intellekt tomonidan shakllantiriladi va bir vaqtda o'zida bu eng katta muammoni yechib beradi. Ya'ni top menejerlar, biznes egalari va umumiy operatsiyonkada yurgan jamoa o'rtasidagi ishonchni qattiq mustahkamlab beradi. Ya'ni hozirgi kunda mana bizda zavodlarda ishlab turibdi, ular zavod egalari ko'proq bizga audit, biznes egasi audit sifatida qarayapti. Xohlagan paytda audit qilib olsa bo'ladi. Ikkinchisi, bu aytib o'tganimizdek, o'sha tizimdagi barcha xodimlar nazoratini
ko'rsatkichlarda raqamlarda ko'rish mumkinligi, ya'ni ishga soat nechida keldi, hatto necha marta kirib chiqishidan tortib necha minut tashqarida bo'lgan yoki ofis, bank bo'ladigan bo'lsa operatorlar o'tirgan joyda necha minut o'sha ish joyida o'tirdi, hammasini raqamlarda ko'rish mumkin. Uchinchisi, katta zavod tashkilotlarda eng asosiy muammolardan bittasi o'sha nazorat punktlarida kichkina nazorat bo'limlari ishlaydi va katta potok smena almashinuvlarida o'sha bittada qanaqadir qoida buzarliklar yoki begona shaxslarni aniqlash imkoniyati mavjud emas. Bizda face recognition texnologiyasi asosida ishlagani uchun bittada katta, misol uchun potok kelayotganida bittada begonalarni aniqlab beradi va nazorat bo'limiga audio yoki video ko'rinishda bittada xabar beradi. Ya'ni mana shu odam begona deb shundoq nazoratchi chiqib bittada to'xtatadi. Aslini olganda qanaqa juda ko'p o'zimiz ham uchraymiz. Ko'p tashkilotlarda turniket qo'yib qo'yishganda обязательно bittasi ishlamaydi uni. Ya'ni ochib qo'yishgan, "Aka, o'sha yerdan o'tiring" deyishadi. Unda уже kompaniya politikasiga qanchalik to'g'ri kelyapti, to'g'ri kelmayapti, u narsani o'lchab bo'lmaydi. Ya'ni oddiy nazorat qilayotgan odam butun bir kompaniyani siyosatini belgilab berishi mumkin. Xo'p, hozir shu yerda anaqa video ko'rsatamiz. Bugungi kunda loyihamiz 3 ta yirik zavodda turibdi. Alutex zavodi 2 ta yirik zavodda turibdi. Umumiy ishchilar soni 1400 taga yaqin ishchilarni nazorat qilib beryapmiz. Prokap zavodiga hozir o'sha butun xodimlar nazoratini yo'lga qo'yganmiz. Mana bu zavodlardan bittasi aynan qanaqa ko'rinishda ishlaydi. Xodimlar mana katta potok kelganida shu ko'rinishda sun'iy intellekt o'sha yuz tanish texnologiyasi orqali barchani o'sha kelish vaqti, ketish vaqti, o'rtadagi chiqish vaqti hammasini nazorat qilib beradi. Ikkinchi videoga o'tsangiz bo'ladi. Bu yana bitta zavodda turibdi. Bu real case'lar hozir ishlab turibdi. Real mana shu asosida hozir statistikasidan foydalanib, o'sha boshqaruvda foydalanishyapti. Mana eng ustunlik taraflardan bittasi traction, ya'ni xodimni anaqa yurish yo'nalishlari barchasini nazorat qilsa bo'ladi. Bu savdo nuqtalarida hozir tekshiruv anaqasida qo'yilgan. Bu ofislarda UGL kompaniyasi bor, amerikanskiy logistik kompaniya. Ularga hozir xizmat ko'rsatyapmiz. Aynan ofislaridagi xodimlarni nazoratini yo'lga qo'yganmiz. Prezentatsiyaga o'tsangiz bo'ladi. Xo'p, bugungi kunda bozordagi raqobatchilar bilan bizda tahlilimiz, ya'ni kompaniya bugungi kunda eng katta kompaniyalardan bittasi bu Verifix va Workly kompaniyasi bor. Aynan xodimlar nazoratini oladigan bo'lsak, bizda ustunlik taraflari bu albatta sun'iy intellektda ishlashi. Ikkinchi katta ustunligimiz oddiy kameralar. Hech qanaqa Xitoydagi yoki chetdagi sun'iy intellekt kamerasi kerak emas. Oddiy kamera va bizda anaqa bilan birgalikda hamnafas ishlaydi. Ikkinchisi lokal serverlar. Ya'ni mana shu muhim faktor, har bir tashkilotda, zavodda yoki o'zida turadi. Barcha informatsiyalar lokal ko'rinishda o'zida turadi. Eng katta ustunligimiz bu yoqda texnologiyani biz juda arzonlashtirganmiz. Ya'ni bizga o'xshagan rivojlanayotgan davlatlar uchun bu optimal zo'r yechim. O'zi dunyo bo'yicha bu yechim bor, lekin ancha qimmat hisoblanadi. Shuni hisobiga tracking qilish imkoniyati, real time'dagi o'sha qanaqadir qoida buzarliklarni xabar berishi, noldan toki hozirgi ko'rinishgacha o'zimiz loyihani ishlab chiqqanimiz tufayli barcha o'sha platformalarga integratsiya qilish imkoniyatimiz va eng katta ustunliklarimizdan bittasi bu xodimlardan hech qanaqa action talab qilinmaydi. Ya'ni kelib yuzini rasmga tushirish yoki turniketdan urish yoki mobil ilova orqali belgilash hech narsa kerak emas. Uni ishga kelganning o'zi ichkarida ham, kirish nuqtalarida ham barcha etapda nazorat qila olamiz va albatta xavfsizlik. Bizda xavfsizlik ham ta'minlab berish imkoniyatimiz mavjud. Xo'p. Savolda biz tayyormiz. Iskustveniy intellekt bilan qilaman dedizda, qanaqa video kaliti ketadi? Nechta kamera, nechta video kaliti qo'yish? Xo'p, GPU 30 ga 70 lik oddiy igrovoy kompyuterda o'zi yetarli. Taxminan hozir 4 ta kameraga. Yo'q, o'zi imkoniyati 8 ta kameragacha. O'sha hozir mana shu Prokap zavodida turgani bu taxminan 500 bilan 700 dollar o'rtasidagi kompyuter, umumiy GPUlar bilan hisobga olganda, hozir ularda 4 ta kamera turibdi, lekin imkoniyat 8 ta yoki 10 ta kameragacha xizmat ko'rsata oladi o'shani o'zi. MRRimiz hozir bugungi kunda Prokap bilan уже shartnoma imzolangan, Alutex bilan dekabr oyida kelishilgan. Hozir полный отчетlarni hisobotini topshiryapmiz ularga. UGL bilan imzolangan, Aziacom bilan imzolangan. Umumiy
3000 ga yaqin hozir Alutextni qo'shmaganda hozir umumiy hop 800 bu yoqdan tak 1,5 mingga yaqin hozir umumiy ishchilar. Mana dekabrda bu qo'shilsa уже 3 oylik tushimiz. nima deysiz? Oylik tushimiz qancha? Oylik tushumimiz hozir 4000 dollardan ko'proq. Bu ya'ni ana obuna asosida qilamiz nazoratni. Bu har doim oylik mana shunaqa tushum bor hozir. 4000 dollardan yuqoriroq hozir. Qancha vaqtda? Loyiha boshlanganiga 5 oy bo'ldi. O'sha hozir уже eng oxirgi etapda turibmiz. Birdan loyiha boshlanganda zavodlarga taklif bilan chiqib ko'rsatib berganmiz, nima qilishimiz, ular rozi bo'lgan. Real case'larda ishlab chiqilgan. Fin modeli qanaqa biznes modeli? Har bitta nima odam boshiga olasizlarmi yoki nimaga? Biznes soniga olasizlarmi? Xodimlar soniga olamiz. Subscribe SaaS tizimida ishlaymiz. Agar davlat tashkilotlari bo'lsa, bir martalik to'lov asosida qilib beramiz ularga. Bir marta qo'yasizlar bo'ldi. Bir martalik bitta umumiy summaga kelishamiz, bir marta qo'yib beramiz, unisiga anaqa qilmaymiz. O'sha anaqani ushlab turamiz, servisni ushlab turamiz. Сопровождениеga qancha to'laydi? Сопровождение bormi? Сопровождение deganda Sistemani qo'ydingizlar, kamerani qo'ydingizlar, kompyuterni qo'ydingizlar, programmani qo'ydingizlar. Undan keyin anavi xizmat ko'rsatishmi, u ma'lum summa belgilanadi. Yil davomida bitta tashkilotga taxminan 2-3 ming dollar bo'lsa kerak, годовой to'lanadigan summasi. Hozir mana videoni ko'rsatganingizda Face ID qilyapti-da, kamera tanilyapti-da odamlarni. Lekin odamlar kartasini ham tap qilib qo'yib ketyapti-da nimaga? Turniket. То есть это двойной sistema ekanda. Yo'q, bu narsa mana aytganimdek loyiha hali 30% ga tayyor edi. Zavodga borib aytganimizda ular bo'ldi, qilib bersanglar bizga zo'r degan. Именно bu videolar olingani o'sha ular turniketdan ishlab turgani. Turniketdan ishlab turibdi, уже отказ qildi. O'zi turniketda nima muammo? O'zi muammo nimada? Masalan, Turniket ishlaganda oldin 5 yil oldin, 10 yil oldin Face ID bilan kiradi, chiqadi. То есть это даже sehidan chiqqanda ham shunaqa qilishadi. Tualetga chiqdi, tualetga kirdi yoki ovqatga ketdi, ovqatdan keldi. То есть unaqa subscribe narxi ham yo'q 3 dollardan. Nima foyda topadi? Mana hozir real case'larda o'zimiz ko'ryapmiz. Именно bo'lgan case'lar smena juda katta ishchilar bo'lganida uni brigadirlar bo'ladi-yu, ichkarida boshqaradigan ular bilan kelishib bir xilla ishga kelmagan 3tasini uryapti mana bunaqa qilib ishchi. Face ID tizimda mana o'zimda bo'lgan, именно men ishlaganimda bizda bolalar mana bitta международный kompaniyada ishlaganmiz, workly qo'yilgan, ertalab soat kelardi, yuzini tushirardi-da, chiqib ketardi. Chiqib ketib ishlarini bitirib, u uchlarda kelardi-da, o'tirardi, ishlagandek bo'lardi. То есть bizda eng ustun tarafimiz o'rta oraliq siklичность nazorat qilib bera olamiz. Sizda ham yuzini o'tkazsa-da chiqib ketsa, kirmasa turniketga mana. Apple qildingiz. Yoziz ba'zaga mana turniket yoniga kelgan payt yozyapsiz ba'zaga. Qayrib ketsa. Qayrib ketsa. Yo u direction traction bor, undoq keldi, o'tmasdan qaytib ketadi-yu, boy ko'rsatdik-ku, u nazorat qilib turadi. Belgilangan nuqtadan chiqib ketgandan keyin u chiqib ketdi deb anaqa qiladi, qaror qiladi. Ungacha ham sizni kuzatib turadi, trayektoriyangizni. O'sha belgilangan chiqish nuqtasidan shunday chiqdingiz, уже sizni chiqdi deb qabul qiladi. U redlinelar belgilanadi o'zi, talabga ko'ra, misol uchun mana bu nuqta yoki mana bu nuqta desa, o'sha nuqtadan kelib chiqilinadi. O'sha joydan chiqib ketsa? Yo'q, mana hozir real case'da, mana zavodda yana bitta talabi menga именно охранникni nazorat qilib ber, chunki o'g'irlik через охрана bo'ladi deyapti, joydan qo'zg'almasin deyapti. Ya'ni zona belgilangan охранаga agar zonani chiqib ketadigan bo'lsa, u bo'ldi, postdan chiqib ketdi deb qabul qiladi. Ya'ni zona o'zi belgilanadi. Qaysidir zona neytral zona hisoblanadi. O'sha zonada sizni kirib harakatlanishingiz yoki boshqa actionlar qilishingizda u sizni kutib turadi keyingi harakatingizni. Aqlani uchun 3000 dollar to'lash yoki 1000 dollar to'lash juda nimada? Yo'q. U prosta bizda qanaqa? Bizda imkoniyatlarimiz mana hozir bu litmagnitda. Mana hozir asosiy narsamiz bu orqali любой tashkilotga xodimlarning nazorati kerak. Bizda ichkariga kirib olganimizdan keyin уже ichkarida optimallashtiradigan juda katta spiskalar bor. Nima efficiency analiz siz nima qanaqa qilib ishchini effektivnostini ko'rsatib berasiz kamera orqali?
Misol uchun mana banklarda operatorlar o'tiradi. Misol uchun u o'tirganida ko'pincha men ham o'zim boshqa biznesim bor. Menda anaqa bankka borganimda eng katta muammoyim anaqa menga xizmat ko'rsatganda operator chiqib ketib qoladi yoki nimadir, men vaqtim yo'q-da. Bir marta shunday bankdan men davay ber dokumentim chiqib ketaman deganimda upravляющий chiqdi-da. Yo'q, davay sen bo'lim boshlig'i bilan gaplashasan, operator bilan gaplashma, qolgin bizda deb olib qoldi. Ya'ni uni ish vaqtida, misol uchun siz ruxsat berishingiz mumkin operatorga 15 minutgacha hojatxona yoki anaqa telefonda gaplashishi mumkin. Standart belgilaysiz, politika belgilaysiz, o'sha politikani buzsa sizga уже reytingi tusha boshlaydi. 15 minutdan любой payt asosi borda, misol chiqib ketdim. Qog'oz chaqirib qoldi, boshliq chaqirdi, bitta hujjat berdi. Любой bankka borsangiz ham operator yonda o'tirasida, ishlab o'tirganday o'tiradida, u yarmi 40 minutlab o'tirishi mumkin. Yoki telefon bo'ladi bittasi, mana kassalarga borsangiz, nimada, o'sha temir yo'l kassasida yoki kim bilan gaplashadi, u boshlig'i bilan gaplashyaptimi, nima haqida gaplashyaptimi, u bilolmaydi-da. Boshlig'im bilan gaplashib, boshlig'im telefon qiladi, yoki biroman deydi, boshqa narsa deydi, yoki bankka borsangiz gaplashib turadi-da. Mana afsus qil desangiz hozir deydi-da, u ishini qiladi yoki kompyuterga qarab turadi-da, u nima qilib o'tirganini bilmaysiz-da. O'yin o'ynab o'tiribdimi, u undan kamera aniqlay olmaydi-da u narsani. Bu vaqt asos ketadi. Men ishlab turdim, program ishlamadi yoki mana bu narsani kiritib turdim yoki oldingi ishlarni qilib turdim deydi-da. U sizni standartlaringizga bog'liq. Misol uchun agar standartlarni belgilab beradigan bo'lsangiz, telefonda ma'lum xodimlar bor, telefonda gaplashish kerak emas. Bo'ldi, mana shu xodim telefonda gaplashish kerak emas. Klient kelib o'tirganda kulish kerak, majburiy. Yaxshimisiz deb kulib qo'ydi. Kuldimi, yo'qmi? Sizga chek qilib beradi. Telefonda gaplashdimi, yo'qmi? Qilib beradi. Agar siz belgilaysiz standartni. Mana shu 5 ta odam bu chiqishi mumkin tepaga, rahbarning oldiga boradi, kserokopiya qiladi, bunga dopusк bergin, yarim soatgacha bergin yoki 1 soatga siz bilasiz o'zingiz. Salomlashdimi, yo'qmi? Qanaqa bo'lsa? Yuz emotsiyadan bilsa bo'ladi uni. Yo'q, programma haqiqiy qilib beradi. Yo'q, biz faqat vision tarafini qilib bera olamiz. Odam mana ko'z orqali siz ko'rib nimani nazorat qilish mumkin bo'lsa, hamma narsani qilib bera olamiz. Mana iminni bitta zavod talabi bor. Menga deyapti, furaga yuklanadi deyapti. Zavod hududi katta-ku, chiqib ketguncha deyapti, furani trekking qilib bergin deyapti. Hech kim hech qayerda to'xtashi mumkin emas u deyapti. To'xtadi degani bu o'g'irlik degani deyapti-da. Demak, tushirib olyapti nimanidir yoki o'zgartiryapti yoki qo'shimcha ortyapti deyapti. U ham muammo emas-da. O'sha yo'nalish bo'yicha kameralar qo'yiladi, polnik anaqani nima deydi, yo'nalish bo'yicha trekking qilib kelaveradi. Hattodir mana standart belgilab beradi o'zi. Anaqa Vaqtini kontrol qilasizmi, kontrol. Yo'q, u to'xtashi mumkin emas, deyaptim. Bu to'xtashi mumkin emas u. To'xtadimi, demak signal ketadi. Tekshirilish kerak u narsa. Kompaniya o'zi standartlar belgilaydi, o'sha standartni biz nazorat qilib beramiz. Nima xohlayapti, shunga qarab to'xtadi. Keyin odam ishtiroki kerak deb, to'xtadi misol uchun buzilib qoldi deydi, boshqa deydi, uni bahonasi har doim bor-da. Baribir axtarana borish kerak, yo'q bakib ko'rish kerak-da, bu nimaga to'xtadi deb kamerani aylantirib ko'rib keyin borish. Ha, misol uchun mana hozir biza ishtirokini yo'qotadigan nima bormi? Yechim. Bu biza signal beramiz. Mana biznes egasi sifatida, biznes egasi o'laroq hamma narsani bizda O'zbekistonda ko'zi bilan ko'rib nazorat qilib turish kerak. Hozir jiyanlarga ham ishonch yo'q-da, ammo o'zi hamma gap jiyanlarda-da. Bitta biznesmen bilan gaplashyapman, o'zi biladi, uni qanchaga o'g'irlashyapti. Mana bu yoqda eng katta muammolardan bittasi buxgalteriya bilan HR kelishsa, 1000 tadan ortiq ishchi bo'lsa, 10 ta дополнительный ishchi olib, yo'q o'zi u ishchi, oylik chiqazib, bo'ldi qilsa, misol uchun 5 million oylik bersa, 50 million takki minusga kiryapti yoki mana bunaqa. O'shani gaplashganimizda siz bilasizmi desam, men bilaman deyapti. Lekin ko'zimni yumaman deyapti. U narsaga deyapti, uni nazorat qila olmayman deyapti. Sukut bor-ku, sukut sistemasi. Yo'q, sukut sistemasida aytolman, u misol uchun bir-birini urib ketyapti. Mana biza kuzatgan muammolar. Yo'q, mana men sizga aytolman. Qarang, umuman real case-da mana hozir zavodlar bittada anaqa turibdi. Mana universitetlar turibdi misol uchun. Kiyotda 2-3 tani smenasiga urib ketyapti. Aylantiryapti. Bundoq qilib aylantiryapti-da. Men biza o'rganimizda 2006-2007-yillar возможно edi u narsa. Hozirlik bunaqa narsa yo'q, hammasi Face ID'lik, boshqalik, sukut sistemalar ham kartochkalar почти qolmagan. Kartochkani o'zi ham rasxodda, undan ko'ra mana Face ID'ni qo'yadi-da, sukut sistema o'sha to'niket. Bo'ldi, Face ID'dan o'tib ketadi, o'zimizda ham, Agrobankda ham. Ya misol uchun mana Aloqa bank, Aloqa Venturesga bordik, haqqada.
Bittasi shuni ochiq turibdi-da. Men anaqaga chiqishim kerak, tepaga. Prosta ochiq turibdi. Siz turniket degani u yechim degani emas-da u. U ochiq turgan organizatsiya vaqtida xuddi shunday sizga ham standart qo'ymasa ishlayapti u. Ya bizda kamera ishlab turibdi-yu. Sizga самое главное standartini belgilamasa. ha, yo'q, endi Axlanaga ham mana shuni ochib qo'yasan, yopib qo'yasan degan standart belgilanmagan, o'sha uchun ochib qo'yadi. Mana mehmon kelsa nima? Misol uchun mana men Agrobankka boraman-da, yoki mehmonim keladi-da binosiga, Toshkent Cityga. Hammasini Face ID'sini oladi. Misol sizning sistemangizda mehmon kelsa, Face ID'sini olish kerak. ha, bir kun oldin prosta mana yo'q, chet elligi boshqa u. endi mana masalaning ikkinchi tarafi bor. Mumkin emas-da, o'zi qonuniy mumkin. Yo, masalaning ikkinchi tarafi bor. Misol uchun, ko'pincha katta tashkilotlarda tashkilot politikasini qanaqa to'g'ri yuritilayotganini oddiy охранник belgilaydi. San kirmagin, san kir, san kutib tur deydi-da. U misol uchun qanaqadir katta doiradagi partnyor kelyapti, misol uchun uni hech kim tanimayapti, shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. De u охранник kutib turgan dotda, endi qo'pol muomala qildi. U tepaga chiqqandan keyin переговор natijasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin-da. Bir misol uchun u kompaniyaning anaqasiga bog'liq. Prosta Telegramdan rasmga tushirib jo'nating yoki prosta qayerdagi rasmini bo'lib foydalansa misol uchun, u ana kompaniyani o'sha konfidensialnostga bog'liq, o'sha anaqa qo'yib, ma'lumot qo'yib, sizni mana shunaqa tizimga kiritib qo'yamiz, bittada o'tib ketasiz desa, byurokratiyadan qochsa bo'ladi. De yoki HR ga misol uchun kadr ko'p katta zavodlarda ishchilarni собеседованиеga chaqiradi. Misol uchun o'sha narsani ham nazorat qilsa bo'ladi. HR prosta 2 dan soat 3 gacha mana shu xodimlar deb yozib qo'yadi. Bo'ldi, shundoq kelganida face recognition tanidi, ana ishchi Telegramdan rasm tashlab qo'ydi. Shundoq keldi, tanidi, u hech kimga telefon ham qilmaydi, HR ga ham, rahbar hech kimga qilmaydi. Prosta tanidi 2 dan 3 gacha ekani, bo'ldi, to'g'riga o'tasiz, ikkinchi etajga chiqasiz, bo'ldi. Agar u vaqtda bo'lmasa, yo uzr, siz HR ga telefon qiling, 3 gacha ekansiz, 3:30 da kelyapsiz deb aytadi. Bu anaqa optimallashtiradi vaziyatni. O'sha startupligi nimada? Misol uchun men bilmoqchi bo'lganim hozir nima turniketlar Face ID'lik kiritib qo'ysa bo'ladi, bitta joydan boshqarsa bo'ladi. Hech qaysi muammo ochib qo'ygan turniketda boshqa u чисто organizatsion вопрос. Xuddi shunday sizning ham sistemangizda unaqa organizatsion вопрос bo'lishi kerak. Sizning sistemangizda tim bo'lib ko'proqda u narsa, mana bu chegaralarni belgilash kerak, boshqa belgilash kerak. Juda ko'p ishchi, juda ko'p nima, u kadr belgilaydi, kim belgilaydi? Boshlig'ini o'zi belgilamaydi hech qachon. Xolasa o'chirib qo'yadi-da kadr. Yo, misol berilgan bo'lsa u narsa xuddi nimada qilganda o'chirib qo'yadi-da, o'zini odamini olib kiradi xolasa. Xolasa любой odamni kiritib qo'yadi. Ya, u o'chirib qo'yish masalasi, endi u yana bir marta aytaman, xavfsizlik anaqasiga bog'liq. Mana siz standartlarga belgiladingiz. Qorovul kimga bo'ysunadi? Xavfsizlikka bo'ysunadi. Ha, xavfsizlikka bo'ysunadi. U o'chirib qo'ysa, demak sizda ichki muammolar juda kuchli bor. Uni qayta ko'rib chiqish kerak-da, kadroviy muammolar. Misol uchun hozir qorovulni boshqarib turgan ham, ruchnoy boshqarib turgan ham, qorovul hal qilib turgan ham, u чистый безопасный, u organizatsion вопрос. Uni siz hal qila olmaysiz-da. Yo, siz agar dopus bergan bo'lsangiz, kamerani o'chirishga, demak sizda tizimda anaqa bor, minus taraf bor-da. Shunaqa bo'lish kerak. Kameraga oddiy охранник yoki охрана bo'lim boshlig'ining dostupi bo'lish kerak emas. Yo, siz mana hozir bizga mana kurator belgilangan, shu loyihani misol uchun ular tomonidan ular tomonidan siz belgilagan odam, biza bilmaymiz, HR xodimimi, xavfsizlik anaqasimi, IT отделmi misol uchun. HRni belgilayman. Baribir mana bu ishni ham o'shalar qilib turibdi-da. Odamga bog'liq. Men o'zim qila olmayman, misol uchun rahbar bo'lsam, men o'zim har kun bir kishini kiritib yoki chiqarib buni qila olmayman. Men jiyan deyapman. Men jiyanga bersa ham xuddi o'sha qilib o'tirgan bo'lsa, buni ham qiladi. Yo, bu tizimda o'zgarishlar istoriyasini ko'rsa bo'ladi. U har doim o'zgarish qilib bo'lmaydi. Uni permission degan joyi bor. U kiritishi mumkin, o'chira olmaydi u. Siz belgilaysiz. Siz misol uchun choyni siz damlamaysiz-ku, maxsus odam bor. Kompaniyada shu tadbirlar bilan shug'ullanadigan odam bor. Ya'ni bu muammoni o'zi yechadigan odami bor. Siz belgilab bergansiz, nazorat boshlandi, konferensiya boshlandi, o'sha vaqt choy olib kelasan deb qo'ydingiz, bo'ldi. Choy olib kelish kerak. Choy olib keldimi, yo'qmi, bizlar nazorat qilib beramiz. Misol uchun konferensiya odamlar kelib o'tirdi, u yo'qni siz hal qiling. Misol uchun bizda KPI, bonus, penalty bor misol uchun. Siz qoidalarni kiritib qo'yasiz, bo'ldi. Bir martaga to'g'ri qanaqadir tashqaridan olasizmi? Agar siz aytasiz, kompaniyada men hech kimga ishonmayman deysiz-da, bu O'zbekistonda bor muammo-da. Men o'zimga olsam,
ishonmasam o'zim qilishim kerak. Ishonsam baribir o'sha kadr qilib turgan ishini Sizdan tashqari kimdir bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Ishonch bildiradigan sizni vakilingiz bo'lishi mumkin-ku. vakilim misol uchun jiyaga ishonch yo'q deyapsiz. Endi baribir bizni misol uchun nima deydi, u turniketni o'chirish boshqa u охранникni o'zini qo'lida. Bitta knopka bilan qiladi. Lekin kamerani o'chirish bu muhim masala. Agar tizimni siz to'g'ri qura olgan bo'lsangiz, kamerani o'chirishga permissioni bo'lmasa, uni dostupi bo'lmasa, u hech narsa qila olmaydi. Xuddi shuni ham turniketni ham dostupini olib qo'ysak bo'ladi-da. Tepadan kameradan qarab turib, keraksiz odamni bosib o'tkazsa bo'ladi. Aholiga berilmaydi turniket do'st. Yo, ko'p tashkilotlarda anaqa lekin. Do'stim, men o'zim ham kiraman, bo'ldi o'tiring deydi. Ha, shunaqa. Rahmat. Добрый день всем. Меня зовут Руслан, со мной мой коллега Азиз. Мы команда Pulbery, и мы здесь, чтобы сделать микрофинансирование доступнее. Встречайте, это Джахангир, молодой человек из сельской местности. Он живет в небогатой семье, у него нет стабильного дохода, но он хочет начать учиться и купить ноутбук. У него нет денег, поэтому он решает получить микрокредит. Но возникает вопрос, а где, куда обратиться, куда пойти? Наш Джахангир в недоумении. Более 4 миллионов заемщиков в Узбекистане зависят от микрокредитных организаций, но при этом рынок остается фрагментированным и по большей части офлайн. То есть таким образом заемщикам приходится посещать офис вживую, чтобы узнать, например, такую базовую информацию, какие у них остатки на кредитах, когда у них будет платеж и так далее. Таким образом это приводит к плохому финансовому планированию, пропущенным платежам и растущему разочарованию. Pulbery — это мобильное приложение, в котором заемщик может отслеживать предложения от разных кредиторов, подавать заявки и получать кредиты. Вместе с тем полностью отслеживать информацию по ним, их остатки, графики, получать уведомления о предстоящих платежах, проходить идентификацию личности и даже подписывать цифровые документы. Мы здесь, чтобы сделать микрофинансирование простым, прозрачным и полностью цифровым. В Узбекистане более 150 небанковских организаций с оборотом более $2 миллиардов в год. Учитывая тот факт, что около 80% населения пользуются смартфонами, и при поддержке государства финансового рынка, наш рынок в Узбекистане готов к цифровой трансформации. Поэтому мы начинаем здесь, а далее начинаем переходить на другие рынки Центральной Азии, где тоже малый охват. Наше приложение Pulbery уже доступно в Android, в Play Market, на Android. В нем уже более 80 кредиторов, более 12 тысяч зарегистрированных пользователей, совершивших более 15 тысяч транзакций. В нашей команде высококвалифицированные специалисты с более чем 25-летним опытом. Мы хорошо знаем рынок, знаем его проблемные места и знаем, как хорошо доставлять эффективные решения, быстро и ответственно. На данный момент наша компания на собственном финансировании, но мы ищем будущих стратегических партнеров, с которыми мы сделаем микрофинансирование доступнее. Всем спасибо за внимание. Готовы выслушать вопросы. Механика как? Вы сами выдаете кредит, да? То есть деньги оттуда? Нет, мы являемся только посредником между заемщиком и кредитором. То есть к нам в наше приложение подключаются разные небанковские организации, они выдают кредиты, а мы просто позволяем заемщикам отправлять заявки в разные организации и получать кредиты. Да, Вы лиды приносите просто в этом? Да, мы лиды-генераторы, да, все правильно. Банкам, по большей части не банковская организация, и, конечно, банкам в том числе, да, здесь нет ограничения, банки или нет. Кто у вас сейчас есть подключенный? По большей части много МКО и ломбардов. Вот, как я сказал, около 80 уже. У нас есть... Действующие? Да, действующие. Они прям работают в Узбекистане, у них есть уже пользователи, они подключают своих. У нас есть, как вы видите в этом буклете, есть возможность кобрендинга. Это мы позволяем, если заемщики скачивают приложение через специальные QR-коды, которые находятся в этих организациях, то приложение становится персонализированным под их брендом, да? И
тогда это поможет, например, таким мелким ломбардам, которые не могут себе приложение сами заказать, купить, да? Они могут через наше Пульбери подключиться к нам, и пользователи уже принимать через QR-код, и будет полностью персонализированное приложение для них. То есть пользователи как будто в этом ломбарде взяли, да? А вот заявку получил микрофинансовая организация. Потом какие действия идет? Все через приложение или нужно лично? Есть два флоу, хороший вопрос, да. Есть у нас два флоу, есть полностью онлайн флоу, где заемщик нажимает кнопку «Получить деньги», заявка проходит некоторый скоринг цифровой, да, который без человека. Там есть еще требования от ЦБ, от нашего законодательства о звонках, противодействующих мошенничеству. То есть происходят звонки в колл-центр и выдается кредит, то есть полностью онлайн. А второй флоу, такой полу-онлайн, когда заемщик подал приложение, ну, грубо говоря, из дома, из дивана, подал заявку, оно попало во все организации, специальную админскую панель, где они могут базу увидеть информацию, которую он предложил, скажем, он может там указать уже залоговое обеспечение какое-то свое. Они смотрят и говорят, да, здесь этому человеку мы можем дать предложение, отправляют ему предложение, человек видит несколько предложений и какой-то из них принимает, и дальше уже может пройти, получить кредит в офис, придя в офис, да. А залоги эти как оформляют? Вот, уже придя в офис, он говорит, что у меня есть поручитель с собой или машина, и уже оформляет его вживую по стандарту, да, как сейчас работает. Через приложение только можно подать заявку, что у меня есть такой-то залог. Да? То есть сейчас нельзя, конечно, цифровой полностью выдать залоговый кредит, только беззалоговый, да? Потому что есть процесс нотариального заверения автомобиля или недвижимости, есть проверка оценки золота, то есть это все происходит вживую, да, вот из залогового. Мы зарабатываем с процента от выданного кредита. Если он сам пошел и получил, не получил, вы исход как можете знать? Хороший вопрос, да. То есть он как бы подал в приложение, а потом обошел его и пошел просто в офис. Все правильно, да. Мы в таких случаях отслеживаем цифровой след самой подачи заявки, какие организации увидели это. И далее, если он получит этот кредит, мы тоже это узнаем и говорим, благодаря интеграциям с Flexsoft, это наш стратегический партнер. Если вы слышали, Flexsoft — это лидирующая организация, которая поставляет ПО вот небанковским организациям, МКО и ломбардам. И у нас, вот у нашей компании, есть интеграция с ними, где мы можем, ну вот мы так отслеживаем остатки по кредитам, какие кредиты были оформлены, и тогда мы можем вот полную цепочку вот эту провести. Человек подал заявку, а потом каким-то образом у него появился кредит такой-то организации. Мы видим, что у них был какой-то разговор, он обошел даже если его, мы все равно поймем, что есть связь с этим, и биллинг будет все равно правильным, да? Вы процент получаете? Да. Пока Пока 0,8%. 0,8% с выданного. Да, от общей суммы с выданного кредита. выданного. Получается, все отказы... Согласны, да? Что? Организация согласна, да? 0,8. Договоры заключаются потихонечку, да. Как раз вот этот флоу, большой флоу, он сейчас, вот мы в январе пытаемся его запустить, планируем его запустить. Сейчас доступен онлайн-флоу, про который я рассказывал, где прям нажимаешь «Получить деньги». И да, есть организации, которые уже заключили договора с процентом от выдачи, да. Им интересно. Если он не возвращает деньги, вы? Нет. Все, да? Все, наша задача лид, привели, да, выдали кредит, он отслеживает, дальше уже все, организация сама ведет судебные процессы, если там возникает, это все организация сама. А клиентов как находите? Клиентов есть вот два способа. Первый — это в офисах организаций стоят вот эти плакаты, и организации сами заинтересованы, говорят, отсканируй QR, скачай приложение. Ну и второй — это уже наш маркетинг, который уже будет запущен вот как раз вот в январе, да, когда большой флоу запустится, мы уже активный маркетинг будет у нас. Почему они заинтересованы, чтобы процент терять? Хороший вопрос. Ну, в это офисе? просто дополнительные лиды. Если у них есть какой-то свой портфель, скажем, там какая-то сумма, да, миллиард сумм надо выдать в год, и у них не хватает, если офлайн заемщиков растет, все-таки много МКО открывается каждый день, да, конкуренция растет, у них есть банки, которые забирают себе пользователей с хорошим доходом, люди к ним не приходят в офис, допустим, ну не хватает, да, им, и мы говорим, все, из приложения люди будут доходить до тебя из даже других областей, да, то есть это дополнительные лиды им. Они заинтересованы в том, чтобы у них были дополнительные заемщики, еще выдавать кредиты. Скоринг как происходит? Скоринг — это уже сама организация решает. Не вы, да? Да, это уже Flexsoft, у них есть там свой скоринг-платформа, где они строят какой-то процесс, да, там, или даже могут заключить с другими партнерами договора, да, там какие-то скоринг-партнеры могут свой скоринг. Мы здесь тоже не вмешиваемся, да. Каждая организация персональный скоринг, получается, делает. Чисто вы передаете заявки и все.
Все правильно, да. Передаем, отслеживаем, собираем. Сколько у вас мало сейчас клиентов? Около 5000 в месяц пользователей. То есть зарегистрировано 15 тысяч, но мою где-то 5000. Люди гасят. Вот с апреля, то есть там за все время где-то 15 миллиардов транзакций прошло, а с апреля как раз большая часть это 10 миллиардов. То есть сейчас потихонечку вот люди узнают и гасят. Именно. Скачиваем сколько? Более 15 тысяч, как вот. Ну, Ну, нет, скачиваем. не. А вот- Если пользователи 15 тысяч, скачивали, наверное, больше, да, наверное, около 20 тысяч. Я Веб точно тоже не... есть, да? Есть приложение, которое админ-панель, да, которое в МКО поставляется, вот оно сейчас в разработке. То есть сейчас пока мобильное приложение только. А команда? Да, в нашей команде есть разработчики, я тоже в том числе разработчик, есть product owner, он с нами вот Азиз, есть дизайнеры, продажник, ну и руководящий состав тоже, да. В принципе, команда полностью собрана, укомплектована, да. Сейчас ищете какую инвестицию и для чего? Хороший тоже вопрос. Смотрите, мы сейчас вот допиливаем свой вот этот... Он уже релизен, это все в проде, но мы хотим вот этот свой последний функционал доделать. И далее мы будем искать партнеров по инвестициям для маркетинга по большей части. Еще не в этой части, вы просто ознакомливаете нас, да? Мы ознакомливаем, да, чтобы о нас узнали, но уже контакты все можно начинать, переговоры, а с января, там, в общем, уже можно сейчас начать, да, то есть с января мы уже готовы будем открыты прям к инвестициям, да, когда доделаем все. Все, спасибо вам тоже. Hi everyone, I'm going to speak in English. My name is Ulugbek, I'm one of the founders of Freight, and we are building a cursor for tracking companies or operation system for tracking companies. If we look around, there is already AI, it's doing a lot of stuff, generating videos, but there are a lot of industries that still operate on just spreadsheets. You guys are from banking, a lot of you. You know it yourself, there's a lot of manual copy-pasting stuff. It's true as well for trucking industry, for carrier industry. It's a very huge, it's $1 trillion big industry in the US, and it essentially runs in spreadsheets. There are a lot of manual operations that people just do, in Excel spreadsheets. That's why it costs 100 billions estimated of operational inefficiency for this kind of companies. There is another big problem in trucking right now, especially with all the migration issues happening in the US. That there is a huge truck driver turnover. It's essentially every truck driver changes his job place once a year at least. So what we are doing, we are essentially building an operation system. We are leveraging AI automations in order to decrease the manual operations that people do in all departments like HR, fleet management, dispatch, update, and etc. So right now what we have AI recruiter, because that's the big pain point of the trucking companies, the hiring new drivers, right? So we have our AI recruiter that essentially posts the ads to the Facebook, Indeed, all these platforms, essentially does the sourcing, then calls the leads, qualifies them, runs the pre-employment background checkups, and essentially gives the very, very warm lead to the HR so he can just sign the contract and let him drive. Yes, so what are our next plans? We are going to other departments, so next step would be the safety specialist, and then we will do the fleet management. So the safety work involves keeping up to date the safety requirements of DOT, of the US DOT, like claim disputes, and for the fleet management it also involves like the works like managing your fleet, any like repair shops, talking to them, and all this stuff. What do we have now? We already have 2 pilot companies running the AI recruiter. We have 6 more companies in the pipeline. We are talking to them. We are basically iterating on improving our recruiter. Our ICP is tracking companies with 50 to 200 fleets, and we are charging them $149 per driver. It's me, Ulugbek, and my co-founder Nuruddin. We are software engineers. We are like 10 years in tech. My co-founder, he has worked in like logistics. He worked in Super Dispatch, CH Robinson, one of big trucking industries leaders. We have built over 20 apps. Some of them have 3 million MAU users, and we have been doing a lot of AI automations recently. So that's why we are tapping into this market. We are raising 1.5 million. We already have 50K secured by Safe. We have gone through Alchemist Accelerator in California.
I just came back in November. Our goals are for the next year essentially signing up more trucking companies, reaching 1 million ARR, and through our platform recruit more than 500 drivers. What do we need money for? We need it for product development and sales and marketing mainly. Thank you. If you have any questions, I'm open. Sizda nima bormi? Competitors. Bu qolgan ishingizda. Ha, kompetitor bor, yaxshi savol. Call to Action degan kompaniya bor. U qozog'istonlik bola, Yersultan degan. Yaqinda ular funding olishdi da. Yaxshi produkti. No, biza harakat qilamiz. Ularda qanaqa? Ularda ishlaydi. Ular shu AI calling bor. Ishlatib ko'rdik. Odamlar ja satisfied emas. Bizani strategiyamiz, to есть ular setup qilish kerak. Ular sotadi kompaniyaga, u HR o'tirib setup qilish kerak, mana bunaqa savollar so'ra, boshqa narsa qil. Biz boshqa tarafdan kelamiz. O'zi kompaniyaga nima muammo nima, driver kerak, bo'ldi. U unaqa o'tirib, o'ylab o'tirish kerak emas. Men Facebookga ad qo'y, keyin unga telefon qilay. Biza beramiz, mana shu driver уже hammasi tayyor, ishga tayyor. Sen просто sotib ol, грубо говоря, lead bizdan sotib oladi driverni и ishga haydaydi uni. Biz то есть полный hech qanaqa o'ylab o'tirish kerak emas, faqat sotib olib ishlatsa bo'ldi. Lead. Biza backgroundda shu ishlarni o'zimiz qilamiz. To есть Facebookda ad post qilish, Indeed'da, keyin leadlarni haydash, marketing qilish. To есть bu hamma o'zimiz zimmamizda, bu AI qiladi, qaysidir qismini odam qiladi hozircha. To есть biz shuni avtomatizatsiya qilishni ustida ishlayapmiz. Bitta leadmi? Hozir o'zida mana tracking kompaniyalar bitta driver $500 sotyapti. Даже $700 ham, chunki hozir juda ham katta muammo bu. Team driverlar bor, bu to есть ikkita odam birga haydaydi, ularni даже $1000, $1,500 ga sotib olishga tayyor. Biz aytamiz, bizdan $200 ga sotib ol. Biz o'zimizga endi har xil steplar bor, misol Facebook Meta Ads bor, u endi har xil. AI bitta driveri ha, shunaqa. Bizda bitta driver 30 dan 50 gacha tushadi har xil. Endi telefonda uzoq gaplashsa uzoqroq, ko'proq. Meta Ads agar ko'proq hisoblagan bo'lsa shunaqa. To есть 30 dan 50 gacha tushadi. Telefonda odam gaplashadi. Yo'q, telefonda AI gaplashyapti. Ha. To'liq AI gaplashadi. Keyin undan keyin background check up qiladi. Background check up qilish ham reportlarni tortib, ularni o'qib, violationlar bor yo'q, o'shalarni hammasini tekshiradi. App borda pilot hozir ham qilyapmiz. Development ketyapti. Ikkita pilotimiz bor, ikkita kompaniyada UGLda и yana bittasi bor edi, o'shanda ishlayapmiz. Bu Amerika bozoriga mo'ljallangan. To'g'ri. Amerikada konkurentlar yo'qmi? Amerikada bor, o'sha call to action Amerikada ishlayapti. То есть bu чисто amerikanskiy problema, in logistics. Yana qanaqa konkurentlar bor? Biz bilganimiz call to action, keyin double nickel degani bor, u amerikansklik qilyapti. Keyin eng eski o'yinchilardan bittasi bu 10th Street. Bu o'sha 2000-yillardan beri ishlaydigan kompaniya, lekin ularda AI anaqalar yo'q, AI featurelar yo'q. Shu. To есть ular hammasi ular SaaS, to есть ularni onboard qiladi, HR o'zi ishlatadi. Bizning approachimiz sen ish qilmaysan, biz ishni sen uchun qilib beramiz, sen просто rezultat uchun pul to'laysan. Biz Yes, ha, u faqat pul to'lab sotib oladi driver bo'ldi. Muammo bo'lsa-chi driver bilan sizlarga qanaqadir nimasi bor? Bu уже bizning anaqamiz, bu to есть ularni HR'i ishlaydi undan. Sizlar misol uchun mana driverni sotdingizlar. Driver xohlamadi ular bilan ishlashni. Bo'lishi mumkin. Biz lead beramiz ularga. Lead beramiz. Warm lead beramiz. Просто lead, warm lead уже ishga tayyor. Уже ular leadni o'zi $200. Yo'q, warm leadni o'zi $500, $500-700 hozir. Yo'q, ular sizdan. Bizda emas, bizda bozorda. $200. Ha. Sotib oldilar, u ishlamasa ham sizlarni pul to'laysiz. To'g'ri. Chunki $500-700 deganim ular qanaqa ishlaydi? Mana oddiy HR rekruterlar 200 yarmisini beradi boshida, keyin qolgan qismini ishlasa 1 oyda yoki 2 oyda beradi. Necha foizi statistika bo'yicha ishga o'tgani, misol uchun bitta lead bersizlar, necha foiz o'sha kompaniyada ishlaydi? Endi u yoqda masala qanaqa? Tracking bormi? Yo'q, hozir track qilmayapmiz. Hozir просто mana lead beramiz, sotib olishyapti bizdan. Ishlarni ishlab ketmadimi, hali track qilmayapmiz biz. To есть biz o'zi operations biz 2 oydan beri boshladik. Biz yangi anaqamiz, startamiz. Lead sotasizlarmi yoki kontraktingdan keyin pul to'laydigan kompaniyasiga? Ya'ni driver Hozir mana nastoящий biz hozir lead sotyapmiz.
o'sha leadga sotyapmiz. Keyin mana biz AI как safetyni qilmoqchimiz. Bu уже keyingi steplar. Mana driver ishga yo'llaganingizdan keyin u dokumentlari har doim up to date bo'lib turishi kerak. Uni ham odam manually check qilib turadi. Uni ham keyinchalik qo'shmoqchimiz. Shunda уже SaaS bo'lib har oy recurring revenue qilamiz. Hozirgi stepimiz mana recruiter o'zini sotamiz. Yes. Hozirgisida faqat lead sotish. Fake leadlar bo'ladimi? Fake lead yo'q bo'lmaydi. Chunki AI telefon qilib odamligini tasdiqlaydi. Keyin uni Man hola o'z misol uchun kompaniyani bolasi nima qildi? Telefon qildi. Leadga nima qildi? Yozadi, siz pulni oldingizda biz background check qilamiz. Uni background check qilamiz. CDL number bo'ladi, driving license number. Uni olib biz check qilamiz. U rostla kasm odammi yo'qmi? Bu driving license bormi yo'qmi? Nima bo'lsa, OINCga 100 ta odam olib qo'ysangiz, постоянно lead bo'ladi. Ishga rozi bo'lmaydi. Siz pul olasiz. Yaxshi idea berdingiz lekin. Yaxshi idea. o'zbekcha nima? Faqat bir marta taklif qilganingiz, ikkinchi marta taklif qilmaysiz. Shu joyga AI ishlatsangiz, Ya'ni boshqa boshqasini kompaniyaga beradi. Qarang, sizda lead generation $50 tushyapti degan zaman background check hammasi ichidami? Yo'q, bu background checksiz. Background check o'zi chunki bitta reportni so'rash shtatdan shtatga har xil. Средний $30-40 mana shunaqa shtatdan shtatga har xil. $100 То есть да, background check qilish yana дополнительный cost. Okay, background check faqat qachonki interest bo'lgandan keyin qilasizmi yo birinchi etapimizda qilasizmi? Biza background checkni mana agar user xohlasa qilib beramiz. U ham как бы automated. Bitta klik qiladi, background check qilib beradi. Ungacha u просто ko'ra oladi, mana tam drive necha yil ishlagan, violation bor. Odam o'zi aytib berganini yozib olamiz-da biz AI'miz. Keyin o'qiydi, okey, men to'g'ri kelyaptimi, insurance polisimi to'g'ri kelyaptimi yo'qmi? Keyin bitta bosib run background check bosadi. Undan keyin real yoki real emasligini aytib beradi. Keyin уже ishga olishi mumkin. Xolos. qo'shimcha oplata. Da. U background check qo'shimcha oplata. U shu alohida charj. Ha. Tushunarli. Savollar bormi? Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Ismim Samandar. Biz nima qilamiz? Xullas, call centerlarda sifatini tekshirib beramiz. O'zim bilan bir ikkita zvonok olib keldim. Zvonokni qo'yib, O'zbekistonda hozirgi kunda haligi customer support, umuman olganda любой kompaniyani call centeri qanaqa ishlashi sifatini eshittirmoqchi edim. Vaqtimiz kam ekan, keyin o'yladim, bu yerda o'tirganlar deyarli hammasi o'zbek. Aniq men bilishim bo'yicha haligi odamlar hozirgi kunda aniq haligi qaysidir kompaniyaga telefon qilgan, yerdagi call centerdagi xodim xohlagancha gapirgan yoki sizni norozi qilgan. Xullas, statistikalarga qaraganda shunaqa ekanki, agar misol mana sizda bitta mijozingiz bor, u mijozingiz sizga telefon qildi. Sizni kompaniyangizga yaxshi yoki yomon deyishini eng katta belgilovchi faktordan bittasi sizni customer supportingiz ekan. Endi hozirgi kunda customer supportda misol uchun xodimlaringiz o'tiribdi, lekin ularda sifati qanaqa ishlayapti? Siz berib qo'ygan skriptga amal qilyaptimi yoki sizni qonun qoidalaringiz bo'yicha ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Bu narsani aniqlayolmaysiz. Katta kompaniyalarda ish o'rni bor, sifat nazorati degan kontrol kачества. Ular o'tiradida, keyin random qaysidir zvonoklarni o'zi avtomatik anaqa eshitib chiqadi. Misol, bu xodim bor edi, bu xodimdan misol uchun 5 tasini eshitadi, bitta xodimdan 5 tasini eshitadi. Endi buni problemasi nima? Bunda shunaqaki, hammasini eshitib to'liq qila olmaydi. Keyin kачествосini ko'rayotganda odam faktori borligini hisobidan tasavvur qiling, biz o'zimizning mijozlar bilan gaplashyapmiz, so'rayapmiz, sizda nima muammo deydigan bo'lsa, misol agentiga. Menda ba'zi kuni balim yaxshi chiqadi, ba'zi kuni yomon chiqadi. Nimaga deb o'ylaysiz desa, kontrol kачествосidagi o'sha baholayotgan odamning kayfiyatiga bog'liq. Ba'zi kunlar yomon kayfiyatda bo'lishi mumkin, ba'zi kunlar yaxshi kayfiyatda bo'lishi mumkin. Odam baribir haligi emotsiyalardan yiroq bo'lib, chist obyektiv bo'lib baholashga u darajada zo'r moslashmaganmiz. Keyin har bitta zvonokni mana misol uchun siz bitta xodimsiz, aynan xodimni bitta zvonokini eshityapsiz-da, bitta zvonokiga qarab turib siz unga feedback beryapsiz. Bir kun davomida u 50 ta zvonokni gaplashgan. Har birida har xil holat bo'lgan. Lekin siz bittasiga qarab fikr yurityapsiz va qaysidir joyini ustida ishlab yopmoqchisiz. Bizda nima bor? Bizda Kotib Analytics sizda telefoniyangiz bo'ladigan bo'lsa, u bilan integratsiya qilib qo'yamiz. Hamma zvonokingiz o'zi kelishni boshlaydi yoki o'zingiz ruchnoy upload qilsangiz ham bo'ladi. Keyin undan keyin sirazi scoring boshlanadi. Scoring ham dinamik hisoblanadi. Har bitta kompaniya o'ziga yarasha o'zini scoringini yaratadi. Misol, qurilish kompaniyalarida KPI boshqacha bo'lishi mumkin. Katta food chainlarda umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bizga o'zini scoring tizimini beradi, biz buni adaptatsiya qilib beramiz va bu xodimlarni baholashni boshlaydi. Keyin bizning dashbordimiz orqali
misol kontrol kashsida o'tirgan bo'lsa, ular ko'radida, ha, tushunadi, mana bugun bir haftalik olyapti, bir haftalik bo'yicha bitta xodim bor, bu xodimda aynan mana shu joyini ustida ishlashim kerak. Misol bu salomlashmayapti yaxshi. Salomlashni ustida ishlashim kerak deydi yoki boshqacha. Xo'sh, ishlashi shunchaki sizgacha nimani upload qilasiz, keyin analiz qilamiz, keyin errorlarni, o'sha violationlarni chiqaramiz, keyin har xil reportlar yaratamiz. Hozirgi kunda global trend bo'yicha bu biznes 4,5 milliard baholanyapti. O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa, hali ham 95% dan oshiq audiolar sifati tekshirilmagan. First mover advantage'imiz bor. Hozir bizda raqobatchilarimiz bor. Aisha bor, Muxlisa bor. Aisha UIC guruhniki, Muxlisa Ustilicomniki. Lekin ikkovi ham haligi pul to'lab turgan mijoz bormi deydigan bo'lsangiz, men bilmayman. Lekin bozorda ichida hozir biz bor bo'ladigan bo'lsa, deyarli birortalik klient biz ularga pul to'layapmiz demadi, ularni ishlatyapmiz demadi. Shundan kelib chiqqan holatda yana bitta case, yaqinda Murod Buildings bilan biz ishlashni boshlaganimizda, Murod Buildingsda birorta yechimni sotib olish kerak bo'lsa, ular tender qilish kerak ekan. Tender qilganida, misol uchun birdaniga 3 ta produkt oldi. Uning ichida bizniki Aisha, Muxlisa bor edi. 2 oy davomida 3 produktni ham ishlatdi. Oxirida bizga yutib chiqdi. Shuni hisobidan haligi aniq men statistika bilan ayta olmayman, lekin 95% market hali egallanmagan, 5% ni ichida bo'ladigan bo'lsa, deyarli menimcha bir 95%, 5%, 95% bizniki bo'lsa kerak. Hozirgi kunda oylik оборотimiz $12,000 kuniga biz 5,000 dan oshiq zvonoklarni analiz qilyapmiz. Aniqlik darajamiz hozirgi kunda 95% ga chiqdi. Biznes modelimiz qanaqa? Biz o'zimiz modellarimiz bor, STT'imiz bor, keyin o'sha analitika qiladigan o'zimizni open source olganmiz, uni fine tuning qilganmiz. Integratsiyalarimiz, oyga unaqa pricingimiz bor, per minut to'lashadi har bitta minutiga. Masshtablashtirishimiz. Xo'sh, buni o'sha aytdim. Endi mana bunday narsada xullas produktlar juda ham ko'p, yechimlar juda ham ko'p. Hali ideyalar ham juda ham ko'p, lekin bu yerda o'tirganlar deyarli hammasi biladi. Ideya qay darajada seksi bo'lishidan qat'iy nazar, yorvoraman deyishidan qat'iy nazar, uni orqasida turgan komanda buni execute qila olmaydigan bo'lsa, hammasi bir teng. Shunga men aytishim mumkin, men produktimdan ko'ra komandamga ko'proq ishonaman. Churudительский sostavda kimlar bor? Misol Akmal Fayziyev bor, Chilida ko'pchilik tanishsalar kerak. Churudительский sostavda o'tiradi. Hozirgi kunda Numeo degan nimasini qilyapti. U ham USda. Feruzxon aka bor. Feruzxon akada V-Digital bilan Profsoyuzda naqa основательlardan bittasi, co-founderlar. Hozir полностью operational bizda. Aleksandr Popkov bor. Bu Aleksandr Popkov yozuv juda ham kichkina ekan, men sizlarga o'qib beraman. Buni oylikka ishlatsam, uje meni revenueimdan ham ko'p pul ketib qolardi. Shuning uchun bu talantni headhunt qildikda, bizda hozir ulush berdik, shuni hisobidan vesting qilib berdik, o'shanga ishlayapti. Bizdan oldin bu Apple bilan ishlagan. Bu bizi region bo'yicha Apple'da marketingni naqasi bo'lgan. Nima deydi? Reprezentativmi? Marketing positioning bo'lgan. Alisher Jumaniyazov bor. Unda Alpha Training degan biznesi bor. Bular katta-katta korporatsiyalarga trening o'tadi. O'zbekistonda menimcha yarim bankdan ko'piga o'sha trening o'tib bo'lgan. Feruz aka mana V-Digitalni aytishdan chiqdi. V-Digital menimcha top 3 talikdagi marketing agensiya hisoblanadi. Bo'ldi, savollar bo'lsa? Endi agar vaqtga qarashinglar kerakmi? Yo, davom etaveraymi? Slaydlarni ham o'zgartirib turing, savollar javoblarga keyingi slaydlarni ham parallel. Mana bo'pti, oxirgi mana shu gapimni aytay bo'ldi. Biz produkt o'ladi. 6 oyda o'lishi mumkin, 1 yilda o'lishi mumkin. Bu produktni biz aniq bilamiz. Uni o'ldiradigan ham katta ehtimol bilan o'zimiz bo'lamiz. Nimaga o'ladi? Mana men Luboy kompaniyaga sotayotgan bo'lsam, hozirgi kunda 50 tadan oshiq kompaniya oldi. Ularning ichida o'sha katta-katta nomlar bor, xalqaro nomlar bor. Endi nimaga olayotganda sababi birinchi o'rinda kачество emas, ikkinchi o'rinda kачество. Birinchi o'rinda nima deydigan bo'lsangiz, bu tayyorgarlik. Mana bank deylik, bankda call center bor. Call centerning eng katta nimasi, xarajati o'shalarga to'lanadigan oylik. Bu yerda o'tirganlar deyarli hammasi biladi, ularning o'rnini aniq AI agent oladi. Moment keladi, texnologiya уже ketchup qilib bo'lgan, uni AI agent zvonoklarni qilishni boshlaydi. Endi chiqdi ham deylik AI agent. Hozir borib turib, masalan, hozir Agrobank bilan ishlashni boshladik. Agar kelishuvimiz oxiriga yetadigan bo'lsa, ularga on-premise qo'yamiz. Nima bo'ladi? Qo'yamiz, biz 1 yilda kotib analitikasini ishlatishadi. Keyin 1 yil ichida bizga hamma zvonokning analitikasi chiqadi.
chiqqandan keyin men aytaman, mana sizda jami shuncha zvonok bo'ldi, shuncha foizi yaxshi. Endi keling, shu paytgacha bo'lishi mumkin bo'lgan hamma savollar nima bo'lgan? Shularga bo'lishi mumkin bo'lgan hamma yaxshi javoblar nima bo'lgan? Aniq analitikasi bilan data set tayyor bo'ladi. Kotib Analyticsni ishlatish, case'lar bilan keltirib beraman. Sizni kontrol kачествоsingizni 100% sifatini oshiradi. Меня зовут Даниор, я основатель компании Эскиз, мне 42. Я основатель компании Эскиз, это не стартап, это бизнес. Мы являемся хостинг-компанией в Узбекистане. Мы предоставляем услуги в 4 направлениях. Это программы разработки, это телекоммуникация, маркетинг, клауд-технологии и кибербезопасность. Наши услуги – это регистрация домена. Мы являемся официальным регистратором домена ВУЗ, хостинг, СМС. Мы являемся СМС-провайдером в Узбекистане и SSL-сертификат. 4 ключевых наших сильных сторон – это у нас своя инфраструктура, у нас есть свой дата-центр, у нас есть своя биллинговая система, команда и масштабирование расширения. Это сравнение по хостингу с другими компаниями в Узбекистане. Это наша биллинговая система. Наш бизнес построен, ориентируется вокруг этой нашей биллинг-системы. То есть через эту биллинг-систему может клиент сам может, менеджеры, бухгалтер, финансист. Мы подключили к нашим системам Daurbank, DDoS, то есть полностью вокруг этого наши бухгалтера, финансисты никуда не заходят, клиенты никуда не заходят, все в одной системе. Кнопку нажимаешь, и любой человек, то есть руководство SEO может в одной части данные увидеть. Это наши обороты. В этом году мы приблизительно этой суммы закроем. У нас на сегодняшний день более 20 тысяч пользователей, 15 официальных, 15 на аутсорсинге. Мы обслуживаем наши клиенты из 100 стран, ежедневные пользователи около 600 юзеров. Наши клиенты это вот, там, Техномарт, Медиапарк, налоговый комитет и так далее. Мы работаем как с B2B и B2C, то есть как с обычными юзерами, так и юридическими лицами. Для юридических лиц вот такие SMS, вот эти услуги, для физических лиц эти услуги. Эти наши услуги, приблизительно стоимость, наши расценки в Узбекистане один из самых низких среди других компаний, хостинг-компаний. Это наша команда, это из руководств. Что мы хотим? Мы хотим двигаться в сторону клауд, именно зайти для народа, не для каких-то там компаний, а именно чтобы народ пользовался. Клауд, она делится на 3 направления: IaaS, PaaS, SaaS. И после этого, после запуска, можно вот такие услуги запускать. Если более подробно, вот из этого и состоит. Красным это то, что пользователь сам, а бордовым это хостинг-провайдер. Сейчас, в данное время, мы предоставляем дата-хостинг. Если мы запускаем IaaS, PaaS, SaaS, то мы обеспечиваем полностью все вот эти направления, все категории по хостингу мы можем закрывать. На сегодняшний день мы вот collocation хостинг, а хотим двигаться в сторону IaaS, PaaS, SaaS. Это динамика, эти данные из консалтинг-агентства российской компании, куда мы двигаемся. То есть это именно касательно анализа узбекского сегмента. Сейчас рынок где-то вот на 18 миллионов, до 2030 года она вырастет где-то на 70, это такие данные.
Мы просим 1 миллион 500, 1,5 миллиона доллара. И на этом все. Спасибо. Есть вопрос? Nimaga so'rayapsiz? 1,5 milliondan? Biz cloud направление qilmoqchimiz. Texnika. 65% оборудование bo'ladi, 35% за внедрение, за маркетинг, за sales. Qachon ochilgansiz? Biz 2008-yilda ochilganmiz. 2016-yilda sfera o'zgargan yozgan. Ya'ni разработканы boshlaganmiz 2008-yil. 2016-yilda направление именно anaqaga produkt anaqa sxemasiga o'tganmiz biznesni. 17-18 ishlatganman sizlarni sistemada adashmasam o'sha yilda edi. Texpadiyasi juda yomon edi. Endi 2016-yilda biz orientatsiya qilganmiz, produktga o'tganmiz. Yana aytdim, biz developmentda boshlaganmiz, eskiz kompaniyasi. 2016dan registratorство olganimizdan boshlab bizani epoxamiz boshlanadi. Endi har doim yangi kompaniya bo'ladi. Endi hozir уже 9 yil ichida endi уже neba земля o'zingizning tekshirib qo'ysangiz bo'ladi. Nima deydi? Keyingi rost qanaqa bo'ladi? Mana 1 million dollarlar yopaman desa bu yilni. Aha. Finansiy Mashina aytyapsizmi? ana nimani yilni 1 million dollardan Hozir bir tak hozir. Bo'ldi. Mana topib kelamiz. Mana. Bu bizning оборотimiz hozir kundagi. O'sha dalish qanaqa prognoz? 26 nima uchun venture uchun dalish 3 yillik. Bizda 25% yillik o'sish eng kamida, 25-30% o'sish. Mana bu 2021da yoki 16da olingan abonentlar necha yilda yangilaysiz o'zi? Bu klientga bog'liq, bu texnologiyaga bog'liq. Ya'ni texnologiya o'zgarsa, lozim topsa o'zgartiramiz, lozim topmasa o'sha abonentni qolaveradi. Poligon 5 yilda almashtirasizlar, bilishim bo'yicha. To'g'ri 5 yilda. Katta summa vложить kerak. Yo'q, gap shundaki, ishlab turgan biz, ya'ni ishlab turgan kompaniyada hamma narsani bizib, hammasini yangidan qilib bo'lmaydi. U bosqichma-bosqich har doim обновление bo'ladi. Ya'ni ishlab turgan tizimni bir yili qanaqadir abonent olinadi, ikkinchi yili, to есть плавно bittada hamma abonent olib, bittada bizib, bittada yangidan qilinmaydi hech qachon. Mana 1 million dollarning ichida marjalar necha foiz? 30% atrofida. 30%. Konkurentlaringiz kim? Afzalingiz nima? Konkurentlarimiz, mana konkurentimiz Ahost, Airnet, Arsenalda Osiyo bozorda eng anaqalar. Bizani O'zbek Telekom, O'zbek Telekom yo'q, kirmaydi. Men endi cloud направлениясida olmayapman. Men hosting sferasida olaman. Hostingda игрок hisoblayman. Bu asosiy hozir ertaga Google'ga kirib ham terib yoki apros qilsangiz ham asosiy игрокlar mana shu eskiz Ahost, Airnet, Arsenalda. Hop, bizning farqimiz birontasida data center yo'q, o'zimizning data centerimiz bor. O'zimizning billing tizimimiz bor, bularda yo'q. Ya'ni ular boshqa tizimlar biz masshtabirsiz qila olamiz billing tizimimizni. Yo'q, men qilgan bolalar qilib berishdi, xato bo'lib qolibdi. Hozir eslolmayman nima deb yozishganligi. 4 ta narsani ajratib turiladi hozir. Nima savol yana? Mana shu atrofda quriladi bizda. Ertaga Lubo SEO oladi, kiradi, knopkani bossa, hammasi bizda billing tizimiga upor beryapman. Hammasi prozrachniy. Kirib real time'da tunu kun necha pul suvida bo'ldi, bu summalarda, sonlarda, o't statistika hammasi bizda yuridik, ya'ni buxgalteriya bilan billing tizim oynada ishlaydi, shaffof ishlaydi. Mao qanaqa sizlarda? Nima deganingiz Mao? Stabil klientlar. Monthly active user, bir oylik aktiv userlar qancha? Har oy aktiv userlar foydalanadi sizdan, uslubingizdan. Analiz qilmaganmiz. Analiz qilmagan narsani yo'q narsani yo'q deymiz. Biz unaqa analiz qilmaganmiz. Общий lekin mana общий ежедневно bizga 600 odam Illinois kabinetimizga kirib statistikamiz bor. Kabinetda 600 odam biron bir nazdeyство qiladi.
oldin investitsiya jalb qilganmisizlar? Shu kungacha bironta joydan kredit olmaganmiz, bironta joydan investitsiya olmaganmiz. Основатель Основатель o'zim, bitta o'zi. bitta o'zim. Katta klientlaringizdan kimlar bor? Крупный klientlar. Крупный kontraktlar. Bu esda bori davlat tashkilotlari bor, налог komitet, soliq bor bizada. Bizada endi yana bitta narsa bor. Hozir mana qaytamiz. Bu hozir klient deb ko'rsatasiz, lekin bular bitta domen ham olgan bo'lishi mumkin. Yo'q, yo'q. Hozir men shu savolni tushundim, o'shanga hozir men qaytib kelaman. Mana bundan oldin mana bu bizada основной hozir driver, kompaniya driveri bizani SMS providerimiz и web hosting SMS, ya'ni kod avtorizatsiyaga keladi-ku. Biz shuni jo'natamiz, o'shanga bu yerda undan ham bor. Klientlar katta klient deganda shu, ya'ni masalan soliq qo'mitasi yoki здравоохранение SMS, shunga unaqa hosting bilan SMS ajratganimiz yo'q. Katta shartnomalar ham SMSda. Katta shartnomalar SMSda. Hostingda unaqa katta bizni ko'proq ориентированы на обычных программистов, не на ya'ni eksklyuziv biznes model, nima deysiz? Крупный biznesga emas. Крупный biznesga emas, biz xalqchimiz, B2C ko'proqda. Hosting bo'yicha shunaqa. SMS bo'yicha faqatgina yuridik shaxslar bilan ishlaymiz. Bu yerda endi faqat B2B. SMSni qancha marja bor SMSda? SMS kompaniyalar juda qimmat sotadi-da. Yo'q, aslida kompaniyalar qimmat sotmaydi. Sotuv operatori o'zi narxini oshirib boryapti, yildan-yilga oshirib boryapti. Ya'ni sotuv operatorlar belgilaydi narxini-da, shundan kelib o'zi tan narxini uli ko'tardi. Oldin masalan 1 yil, 2 yil oldin ham 50 so'm edi, hozir o'sha tan narxini o'zi 150 so'm, 200 so'm qilib o'zgarishdi. Ular ajratib tashadi, xuddi shunaqa. Marjinangiz qancha SMSda? 30% atrofida. Savollar bormi? Rahmat. Rahmat.